Cheese, ishonchli sifat. Oldik, ichdik, yutdik, ichinglar va yutinglar. Super yutuq 3 ta avtomobil. Xudolar sovg'asiga nima berishar ekan? Aisha sochiqlari. Goodwell maishiy texnikasi 10 yil O'zbekiston bozorida. Assalomu alaykum aziz seri tomoshabin do'stlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum aziz sevimli kun ko'rsatuvini muxlislari. Uzoq vaqt kulsangiz, ya'ni hech bo'lmasa 15 daqiqa davomida kulsangiz, mustahkam bo'ladi sog'lig'ingiz, bundan tashqari kayfiyat a'lo darajada va hatto o'pka kasalligi yo'taldan ham xalos bo'lishingiz mumkin ekan. Faqat quvonaman, kulaman va kulgini bag'ishlayman degan azizlar, assalomu alaykum. Endi kulgu haqida gapirdingiz, davom ettirishim mumkin. Haqiqiy kulgu ikki xil bo'lar ekan. Umuman olganda kulgu ikki xil bo'lar ekan. Haqiqiy kulguda mana shu ko'z oldidagi ajinlar paydo bo'lar ekan, lekin o'sha soxta kulguda yanoq tortilar ekan. Biz ko'pincha o'sha rasmga tushganda yoki bo'lmasa kimnidir ko'nglini olmoqchi bo'lsak, o'sha soxta kulgudan foydalanar ekanmizda, yanog'imiz tortilar ekan. Lekin haqiqiy kulguni biluvchi azizlar, assalomu alaykum deyman va bugun studiyamizda haqiqatdan ham mana shu yerda ajinlari bor inson jamlangan. Soxtalik yo'q bugun umuman. Bugun samimiy suhbat, samimiy tabassum va maza qilib qo'shiq askiya tinglaymiz. Bugun studiyamizda, badiiy maydonimizda albatta Bahodir Umarzoda boshchiligidagi Joziba jamoasi. Yana bir narsani ta'kidlab o'tish kerakki, yuqorida Ruxsora ham bejizga aytib o'tganlari yo'q. Bugun aynan qivizchilar kuni, ya'ni quvnoqlar va zukkolar, hajivchilar bayrami ekan. Oshxonamizda esa allaqachon mehmonimiz tashrif buyurganlar va mehmonimiz qiziqchi, so'z ustasi. Oshxonaga O'zlarimi? tiladi. O'zlari. Hamroqulov starshi. Iskandar Hamroqulov. Ba'zi o'zlari masakanlar, endi kim bilan kelganlarini o'zlari tanishtiradilar deb. Endi har holda tog'am bilan kelganim yo'q. Voy, tog'angizmi deb o'yladim. Yo'q, tog'am bilan kelganim yo'q. Do'stim, eng qadrdon do'stim, bugungi kunda menga ma'murlik lavozimida yordam qilayotgan. Chunki hamma ishga o'zim ulgurmayman. Shuning uchun men Murodjon, biz bolalikdan do'stim, biz maktabga bormasimizdan do'stmiz. Shuning uchun ishlarni ham bo'lib olganmiz. Aytamanki, ma'murlikni siz qiling, badiiy qismini menga qoldiring. Mikrofonni, davraga chiqishni, sahnaga chiqishni, menga ijod qilishni, ishlashni, kitob o'qishni, lekin tashkiliy ishlarga men o'zim ulgura olmayapman. Men endi tushunyapman o'zimdan oldingi katta san'atkorlarimizni. Nimaga aynan ma'mur kerakligini. Shuning uchun bugungi kunda ham menga ma'murlik qiladi, ham yaqin do'st. Oshxonada esa menga bugun yordamchilik qiladi. Nazorat bobida ham, pishir kuydirda ham mohir oshpaz do'stim Murodjon. Endi siz bugun nafaqat oshpazsiz, siz bugun boshlovchilik vazifasini ham bajarasiz, to'g'rimi? Albatta. Mana 4 ta boshlovchi. aka-ukalar orasida biz erkalani bugun ko'rsatuvni olib boramizda. Ha, buguncha aka-ukalarni ichida bo'lib turinglar. Balki erta indinlarga opa-singillarni ham ichida bo'lib qolasizlar. Mana, qaling. Biladi, hamma narsani. Bugun oshxonamizda men ko'rib turibman, demak, dumba, piyozlar, sariyog', pomidorlar, sarimsoq, piyoz. Bo'ldimi? Akamni juda ham bir ajoyib bir taom tayyorlash uslublari bor. Bugun adashmasam qanaqadir bir original taom tayyorlab kelingan va jonli ijro degandek jonli baliq olib kelishgan, tirigini. Ana shunday. Shunaqami? Ana shunday. Yo'q. Men bugun sizlarga samandarsal oldinroq sotib qo'ydim. Men hazillashmoqchi edim. Bugun sizlarga sariyog'ga dumba qovurib bermoqchiman. O'shani men so'ramoqchi edim. Mahsulotlar bor yo'g'i shumi? Yo'q, bu narsalar bizga bezak sifatida kerak bo'ladi. San'atkor bo'lmaganingizda, aktyor bo'lmaganingizda, qiziqchi bo'lmaganingizda kim bo'lar edingiz? degan savollar ko'p yangilangan. Men doim bir xil javob beramanki, oshpaz bo'lar edim. Rostdan ham ikkinchi qo'limdan kelib uddalay oladigan, ikkinchi bir ko'proq rahmat olgan odamlarga yoqqan sifatlarimdan biri oshpazligim, qiziqchilikdan tashqari.
Shuning uchun oshpaz bo'lardim endi. Bugun mana shu qirramni mana shu Ko'rsatuvda ochib ko'rsatuvda berasiz. bir ochib bermoqchiman rostdan ham. Va o'zimdan o'zim o'rganib qolmaganman. Men buni vodiydan o'zimizning ona shahrimiz Namangan viloyati Mingbuloq tumanida Qorayantoq degan bir qishloq bor. Shu yerda bir baliqxonada shu baliq ta'mini ko'rib, shu baliqqa o'zim hozir ham muxlisman. Ustida turib iltimos qilib o'rganganman. Va undan keyin mana shu bir 50-60 marta bu baliqni uyda, boshqa joylarda, mehmondorchiliklarda ham, shaxsan o'zim ham alohida shu baliq xizmatga emas, mikrofon ushlashga emas, taom tayyorlashga ham hatto chaqirib turishadi meni. Siz hozir baliq deyapsiz, baliq shu yerdami? Baliqmi? O'zi shu yerdami? Mana buni ko'rmayapsizmi? Bu akula baliq emas. Baliqni ko'rsating Murodjon, olib keldik. Alohida ko'lni balig'i emas, aynan Sirdaryoni balig'i. Vodiydan Sirdaryo oqib o'tadi, bilasizlar qizlar. Sirdaryoni balig'i. Daryoni balig'i baribir shirin bo'ladi. Hidi bo'lmaydi birinchi o'rinda va mazalik bo'ladi. Hozir tutib olib kelyapsizlar? Hozir shu yerda tutdik. Hozir baliq shu yerda. Baliq shu yerda. Qani ikkita ko'raylik. Uni sog' salomat olib kelishni o'zi ham vodiydan 5 soat 6 soat yurib. Bu kichkina ish emas. Buni Murodjon chiroyli uddaladi. Balonni oling Murodjon. Qarang. Eng shirin baliq qaysi baliq bilasizmi? Sazan. Ko'rib turib aytyapsizmi yo oldindan Yo'q, bilamisiz? oldindan bilardim. Rostdan ham eng shirin baliq sazan baliq. Buni qiltanog'i kamroqdir, katta-ku. Qiltanog'i baribir bor, kattaligini hisobiga qulay. Endi qarang, 3 ta tilak aytsam bajoqlarmikin? 3 ta tilak aytsangiz, siz 4 ta tilak ayting, men bajoq qilaman. Baliqni tinch qo'ying, baliq o'zini qiladigan ishi bor. Yo'q, bu narsani aytib Bugun hech qanaqa tilagingizni bajo keltira olmaydi. Hatto meni tilagimni ham. Bugun biz bu kishini bir muborak duxovkalar kutyapti. Lekin Iskandar aka bitta narsaga hozir Ruxsoraga aytayotgandim. Ruxsora bugun bizga bu yerda non yo'q ekan deb. Nimaga deng? Nimaga? Aka-ukalar bizga gap bermas ekan. Bu faqat indamim qilib turib baliqga bersak bo'ldi bugun. Yo bilasizlarmi? Sizlarning shu yerda turishinglarning o'zi kayfiyat. Chunki ilhomlantiradi. Bilasizmi, meni go'zallik ilhomlantiradi. Aynan. Iskandar aka bilasizmi, studiyamizga har xil mehmonlar tashrif buyurishgan, lekin baliq tashrif buyurmagan edi. Endi bu Baliqqa bir assalomu boshqacha alaykum. bo'ldi. Assalomu alaykum, xush kelibsiz studiyamizga. Ana shunday sevimlik sazan. Sevimli sazan. Demak, boshlaymiz. Demak, Sazan bilan xayrlashamiz. Ko'rib olinglar yaxshilar. oxirgi suhbatlaringiz. Alvido. Murodjon, endi iloji yo'q. Shukur qilaylik shu sazanning o'rnida biz bo'lmaganligimiz. Birinchidan ko'pincha voy bechora deb rahmi kelishadi, lekin to'g'ri tan olish kerak, buni bizga rizq qilib bergan. Yig'lamang, Ruxsora, yig'lamang, hammasi yaxshi bo'ladi. Baliqni yaxshi ko'radiganlar yig'lamanglar. Hozir qo'yninglar, olamiz degan umid. Murodjon, siz bo'lmasa bunga ishga kirishing va buni ko'rsatmaylik shu jarayonini, unda ham juda ham ko'p. Undan ko'ra bir latifa eshitaylik. Latifa? Yangisida. Bilasizmi, menga buni ovchilarga iltimos qildik, buyurtma berdik. Va o'sha Abdulaziz degan do'stimiz buni ovchilar bilan maslahatlashib toptirib kelib berdi bu baliqni. Ovchilarning o'zi bilan ham suhbatlashdim. Ya, ushlashimiz oson bo'lmadi. Ovchilar lopchiroq bo'ladi-da. Qo'shib gapiradi. Qo'shib gapiradiganroq, haligi chumolidan fil yasaydiganroq ovchilar bo'ladi. Ovchi bor ekan, tulki otsa ham, dumi mundoq bo'lsa ham, mana shundoq. Bundoq baliq, qandoq baliq ushladingiz? Mana shundoq. Qandoq bo'ri, o'sha mana shundoq. Qo'li mash faqat mashit bo'ladi, mana shundoq. G'oz otdim, qandoq? Mana shundoq. Mashitdan kelmas ekanda, baliq faqat ko'pirtirib. Og'aylarning g'ashiga tegibdi-da, to'xtatibdi, kelishibdi-da, o'shna og'aylar shartta qo'lini boylab qo'yishibdi. Vayimdoq qilib. Qo'lini boylab qo'yishibdi-da. Xo'sh, ana endi javob beraychi, qandoq baliq ushladingiz desa, yomon katta. Katta. Ko'zlarim mashundoq. Ko'zlari mashundoq degan ekan, boshida yo'q yo'q-ku. Demoqchi bo'lgan ekanman, baribir ovchilardan ham do'stlarimiz ko'p, oshna og'alarimiz ko'p. Iskandar aka, sizga savolimiz bor va juda ham qiziq bizga. Endi o'zi bir marta Samandardan so'raganimda, aka-ukalar qanaqasizlar, bir-biringizga o'xshaysizlarmi deganimda, ular yo'q, biz o'zga dunyolarimiz deb javob bergan edilar. Endi siz qanaqa ta'rif berasiz o'zingiz ukangizga? Bilasizmi, biz rostdan ham o'zga yo'q, endi lekin o'xshashlik juda ham darajada o'xshashlik taraflarimiz ham bor baribir. Mana hozir xatti-harakatingizda Samandarning qaysidir harakatlarini ko'rdim. Hozir gapirib berayotganingizda, balki shu paytgacha meni harakatlarimni Samandarda ko'rgan bo'lsiz. Chunki Samandarda kattaman. endi sizni oldin ko'rdingiz, shuni aytyapman, tinglab. Yo'q, endi bu harakatlar bilasizmi, biz o'xshashlik tarafi, bu harakatlar bizning otamizning harakatlari.
Chunki ikkalamiz ham o'sha bitta inson farzandimiz. Bizni hali singlimizni ko'rmabsizlar. Shu chaqirmoqchi bo'ldik. Sevara Hamroqulova hozirgi kunda satira teatrida ishlaydi. O'xshash taraflarimiz ko'p. Masalan, endi o'xshash taraf deganda yuz chehra shart emas-ku. Yo'q, yo'q. Maliga bir oldin konsertimda bir aytib o'tdim. Mani Samandar deb so'rashadiganlar ham ko'p-da. Samandarni o'zi bilan vodiyga xizmat safariga ketyapmizda. Chanqadikda, yo'lda ayron sotadigan joylarda esinglarmi? Ayron sotadigan joyga to'xtadikda. Ikkalamizimiz xolos bu rulda, men yonidaman. Men aytdim, ayron ichaylik, to'xtat uka. Yo'l bo'yida Ohangarondan o'tgandan keyin Angren, mana Ohangaron o'rtasida shu qator yozgi kunida sotib turishadi. Go'ja, ayron. Bittasiga to'xtadik endi. To'xtatdim, oldiga kelib to'xtadim. Men oldida o'tiribman, shofyor tushdim. Samandar to mashinani o'chirib tushguncha men bundan oldin tushdim. Tushdim ham ayronchi ro'para keldi, o'tiribdi. Aka, hormang, ayron bormi desam, bor ayron. Samandar aka! Samandarjon. Ayron ichasizmi, go'jami? Yo, qurdi. Nima qo'y? Samandarjon deb turguncha, ungacha Samandar tushib keldi oldimizga. Hormang aka, Samandarjon. Iya, Samandar aka deb urdi. Ikkalamiz ham Samandar akamiz. Nima ichasizlar? Akalar, hijolat ham qilgani yo'q. Xuddi bu Oddiy holat. Har xil odam bor-da endi. Sizga Iskandar deb hech ham murojaat qilishmaganmi? Bo'ladi. Bo'lganmi bunaqasi ham? Albatta. Endi o'xshashlik jihatlarimiz aynan ko'rinish, yuz ko'rinishida ham bor o'xshashligimiz. Yuz ko'rinishida borligidan adashtirishadi. Bor. Lekin fe'l-atvor, xarakter masalasidagi o'xshashlarimizda ham o'xshaydigan fe'llarimiz bor. Masalan, Ikkalamiz biram yaxshimiz deng. Masalan, boyligimiz deyman. Qalb dunyomiz. Masalan, shirinligimiz yo'q. O'xshaydigan fe'llarimizdan odam tanlamasligimiz. Ana, yashang. Bilmayman, men odam ajratmayman, odam tanlamayman. Samandar ham xuddi shunaqa odam ajratmaydi. Millatidan qat'iy nazar. Yaxshi muloqotda bo'lamiz. Samandarni saxiy bola, Samandar ham qo'li ochiq bola. Shirin suxam. O'xshamaydigan fazilatimiz. O'xshamayman men. O'xshamaydigan fazilatimiz. Bitta o'xshamaydigan, umuman bir-birimizga o'xshamaydigan fazilatimiz bittasi bor. Men shu yoshimgacha hech qachon shirinlik yegan, yemagan desam, bo'lib ketmasin. O'ta darajada shu paytgacha kam. Qachon shirinlik yeganimni eslolmayman. Men bilmayman, qandaydir meni organizmim xohlamaydi shirinlikni. Lekin Samandar yemayman hech qachon. Lekin Samandarni onam ham ko'p urishardi, men ham ko'p urishardim. O'shaligi zugushovniy moloko deymizmi? Shuni ham shat qo'yib, pichoqda qars etib ochib ko'tarib. Sahar bo'lib qolasan. Bu mumkin emas. Kimdir aytdi, organizmni ko'tarayotgan bo'lsa, Samandar masalan shirinlikni yaxshi shaydosi. Shaydosi. Mastavaga qo'shib, shakar qo'shib ichganimda shunda bir mazam qochgan. Lekin baribir shirinlikdan qaytmaganman. Studiyadan Ya, u mastavaga shakar qo'shib ichganda nafaqat Samandar mazasi qochgan, atrofda qarab turgan bizni ham mazamiz qochgan. To'g'ri, shunday ham bo'lishi mumkinmi? Chunki men masalan shirinlik yemayman, hech ham. Endi shu ba'zi bir ma'lumotlarga qaraganda garaj bilan bog'liq bir ajoyib voqea bo'lgan ekan. Bolaligimizda esda qolarli. Bolaligimizda shashlik pishirmoqchi bo'ldik. Xolodilnikdan birovga bildirmasdan go'sht o'g'irladik. Men boricha aytib beryapman-da, bu samimiy ko'rsatuv-ku, to'g'risini aytish kerak. To'g'risini aytishingiz kerak. Men bugun rost gapiraman deb keyin. Uydan ozgina bir parcha qancha go'sht o'g'irladik bilmayman. Mashinchadir balki. Uni bo'ldik. Keyin endi uni ko'rinmaydigan joyda pishirish kerak-da. Uni hech kim ko'rmaydigan joyda haligi amalga oshirish kerak. Yonqi bu yoqni qaradik, garajlar bor. Garajlarning orqasi devor. Garaj orqasiga o'tsak ko'rinmaymiz. Baland etajli domda turamiz, 4-qavatda. Onam shunda balkondan chiqib kuzatsalar, hamma narsani ko'rib turardilar-da. Shuning uchun onamlarga ko'rinmasligi uchun garajning orqasiga o'tdik. Garajning orqasida devor orqasida maktab bor, xullas kalom daraxtlar borligi uchun doim kuzda bargini to'kaverib, garaj tomiga to'kiladi-ku endi u baglar. Uni supurib, garajni tabiiyki orqa tarafiga tashlaverib, yillar davomida u baglar taxlanib, qatlanib ketganda endi. Xazon deydimi? Xazon shu. Endi bizni qarangki, yosh bola bo'lgan ekanmiz-da shunda. Sixga o'tkazish kerak-ku, temir sixga. Biz daraxtdan cho'p kesib,
cho'pga o'tkazdik go'shtni. Voy. O, sharoit yaratib qo'yibsizlar. Olovni yoqdik. Yo'q, endi G'ishtlarni qo'ydik. Sharoit Cho'pga sharoit. o'tkazdik-da. Hammasi tayyor ko'ngildagidek bo'lyapti, risoladagidek. Yaxshi. Cho'qqa haligini qo'yishimiz bilan, bu cho'qqa ham qo'ymadik. Bizning hayolimizda olovda pishadi. U cho'qda pishish kerak. Olovga qo'ysak, shundoq haligi o'tkazgan nimamiz cho'pi yonib ketdi-da, go'shtlar tap olovning ichiga tushdi. Yeb bo'lmaydigan darajaga keldi. Hafsalamiz pir bo'ldi. Rasvo bo'ldi dedik-da, bola ekanmiz, ketaveribmiz. U olov yonib, xazonlarning tagidan yonib, garajni tagidan o'tib, garaj tagidan qo'shnimizni yig'ib qo'ygan narsalar bor ekan, yashik, banka, sonka, xullas kalom, yonadigan narsalar bor ekanda. Volga, o'sha paytda Volga mashinasi turgan ekan. O'sha Volga mashinasiga o'tib ketib qolib, keyin Mashina ham yondi. Keyin xudo rahmat, otamiz koreys qo'shnimizning mashinasi edi. Shunga to'laganda o'zlari yangi mashina olaman deb yurgan paytlarda o'sha mashinamizni pulini o'shkazib to'lab, keyin yana bir 3 oy 4 oy davomida qolgan, yetmagan hammasi. 3 oy 4 oy davomida yana qolgan qarzlarni uzib. Necha yosh edinglar u paytda? Unda maktabga men 1-sinfga yoki bormaganman, Samandar maktabga bormagan. Lekin o'shanda ham kaltakni men yeganman. O'zi doim kim yedi? Siz yermidek? Yo'q, o'zi doim katta, sen katta aytmagansan. Shunga faxringki, bu ukang. Lekin bir-biriga xotiraga qoldi lekin. Hozir shunday narsa takrorlanmasligi uchun qaytor dunyo bo'lib qolmasin deb o'g'illarimga qattiq turaman. Murodjon tayyormi? Qo'ying, buni tuzlab qo'yaylik-da. Biz ozgina ishimiz bor. Mana ko'rgan balig'inglar. Mana shu ahvolda, demak, balig'ini ustki tarafidan yoriladi. Ichki taraf, pastki tarafdan emas, ustki tarafdan yorilganda mana shunday Qonun qoidasi bor. Qonun qoidasi bor, ha. Bu ustki tarafni ko'rib turibsizlar. Ya'ni mana. Ko'rib ko'zini ustki tarafdan, ustki tarafdan yorildimi? Keyin buni ichini yuvmaslik kerak. Voy. Shu ovchicha uslubda bo'ladi. Endi tabiiy o'zini ovchilar ichini yuvmaydi. Endi biz yuvdik. Endi tabga qarab, hammani tabi har xil. Mana ko'ryapsizlar, baliqni mashturishdan oldin bitta tuzlab olib, patnisimizni tagini yog' bilan, tabga qarab yog' bilan moylab olib, 15 minutga duxovkaga tiqib qo'yamiz. Biz mana shu ishimizni tuzlaganimizcha sizlar mehmonlarga qarab turinglar. Ha, 15 daqiqa hali bor, ha? 15 daqiqa. Demak, suhbatlashishimiz uchun bo'ldi. Biz bejizga bugun ko'p kulgu haqida gaplashmadik, chunki bugun e'tibor bering, xalqaro QVZ kuni. Xalqaro. Albatta, dunyo miqyosida. Endi sal sezgandek bo'lyapman. Navbatdagi mehmonimiz emas, mehmonlarimiz bo'lsa kerak, a? Aynan QVZ jamoasi. Busiz iloji yo'q edi. Ha, bugun studiyamiz mehmonlari mana shu QVZni eng zo'r jamoalaridan biri bo'lmish Adrenalin jamoasini taklif qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Marhamat. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Tabriklaymiz, bayram ekan bugun. Rahmat. Mana sizlar kelishiligi baliq pishiryapmiz. Bayramga. Qidirdan siz Bayram biluvdik bayramligini. Iskandar aka maxsus. Ay, tanib. Sizlarga deb bo'lyapti mana shu. O'z kutmagandek tushib ketdingiz. yoshliklarini esladilarmi deyman-da. Adrenalin jamoasi yoshligimni eslashim shart emas. Men hozir ham yoshligimdaman-ku. Hali ham yoshman-ku ukajon. Xush kelibsizlar avvalambor. Adrenalin jamoasi bugun xalqaro QVZchilar kuni bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Ijod qanday ketyapti va QVZdan tashqari o'qishlar ham bo'lyaptimi yoki boshqa ishlar ham? O'zi qayerda tahsil olasizlar? O'zi kimsizlar o'zi? Tanishtirib o'taman, yana bir marta Toshkent tibbiyot akademiyasining Qunoqlar va zukkolar terma jamoasi, ya'ni Adrenalin QVZ jamoasimiz. Ismingiz nima edi? Sanjar. Sanjarbek. Yigitlarda hazil mutoyibaga moyillik borligi uchun men bemalol ular bilan hazillashyapman. Xafa bo'lishmasa kerak deb o'ylayman. Jamoada qizlar ham ishtirok etayotganligini ko'rib turibman. Demak, bu qizlarimizda ham anchagina iste'dod bor deb o'ylayman. Bu iste'dodni ko'rish uchun imkoniyat ham bo'ladi. Albatta. Hammaning iste'dodini. Albatta Hozirgi bo'ladi. paytda mana juda ham ko'p jamoalar, o'z ko'ramiz, kayfiyat bag'ishlaydigan jamoalar juda ham ko'p. Nima borki, sizda qanday qilib shu ajralib turib yoki rivojlanmasanglar bo'lmaydigan davrda hozir qaysi soha bo'lmasin, sizlarniki ham xuddi shu qatorda. Nima, qanday bir originallik bormi sizlarda? Nimasi bilan ajralib turamiz deb o'ylaysizlar? O'ziga yarasha faxrlanib gapirsa ham bo'ladi. Qunoqlar va zukkolar ko'rik tanloviga
bizdan oldingi ishtirokchi bo'lgan akalarimiz kliplar kolleksiyasi degan atamani yo'nalishni olib kirishgan. Sizda shu bor. Bizning jamoada shu narsa bor. Va uni davom ettiryapsiz. Albatta davom ettirib kelyapmiz, faqat biroz boshqacharoq formatda. Jamoada taqdim asosan etyapmiz. sahnada ishtirok etadigan narsalari rejissurasi yoki bo'lmasa uni g'oyalari, uni yozishlari, redaktorlik kim bajaradi bu sohani? Bu ishlarni? Mana ko'rib turganingizdek, bu bir kishilik yo'nalish emas. Adrenalin jamoasi. Jamoada ham hamma o'z vazifasi taqsimlangan. Kimdir raqsga javob beradi, kimdir miniaturkalarga, kimdir qo'shiq yozishga. Hammani vazifasi taqsimlangan. Hamma direktorlar, kimdir raqs direktori, kimdir yangi g'oyalar. Bizda faqat direktorlar. Hamma boshliqlar shu yerda ekan. Mana shu yaxshi narsa. Mana shu to'g'ri taqsim qilinibdi. Biz avvalambor uzrman aralashganim uchun biz Qalpoq guruhida Qalpoq degan guruhda 10 yil, 11 yil ishladim. Ana shunda guruhimizda ijoddagi yuksalishi, muvaffaqiyati aynan mana shu narsada bo'lgan. Ssenariyga kimdir javob beradi, kimdir g'oyaga, kimdir ruschasiga piserlik, hatto yozishga, chunki yozishga ham 20 varoq, 30 varoq barmoqlaringiz og'rib ketadi. Hamma o'zining 11 yillik ijodda kimdir faqat aytib turishga, masalan, men g'oyaga, kimdir tashkiliy ishga, sartarosh kiyimi kerak, mo'ylov kerak, kley kerak, qassobxona gaplashish kerak, yo bir avtoservisda syomka qilish kerak. Uni kimdir borib o'sha ish taqsimlanadi. Hamma o'zini ishini bilib a'lo darajada qilsa, o'shanda haligi jamoaviy haqiqiy muvaffaqiyat bo'ladi. Bizda masalan men boshimdan o'tkazganman. Hozir mana shu narsa to'g'ri yo'lga qo'yilgan ekan. Keyin yana bir narsa aytib o'tmoqchiman, keyin aralashmayman, o'zim uchun ishim ko'p. Men bu jamoaga, Adrenalin jamoasiga bir narsasiga hurmatim oshdi. Men bu studiyaga kirib kelishim bilan bu jamoa tayyorgarlik qilib turishgan ekan. Hammalari salom berib, hammalari chiroyli izzatda muomala. Men bunday jamoalar bilan birinchi marta ro'para kelishim emas. Boshqa jamoalarim bilan ham ko'rishganman. Farqi shunda bo'ldi. Birinchi ko'rishishni o'zidayoq izzat, birinchi ko'rishdayoq kattaga bo'lgan hurmat. Men hurmatlanib bo'lamasman. Lekin baho berish kerak-da buni. Mana shu narsani yo'qotmanglar. Rahmat. Faqat menga emas, boshqalarga nisbatan ham. Mana shu narsani yo'qotmanglar. Shundan birinchi nigoh o'zidayoq assalomu alaykum bu yigitlarga meni hurmatim oshdi. Men sizlarga omad tilayman yigitlar. Rahmat. Lekin balig'imni ham tilayman. Sizga ham omad tilaymiz. Va yigitlar, qizlar hammaga ham bunday maslahatlarni tinglash nasib qilavermaydi. Shuning uchun mana shu maslahatlarni amalda qo'llab, omadlar va zafarlar sizlarga tilab qolamiz albatta. Endi menimcha tomosha qilsak bo'ladi. Albatta, o'z madaniyatiga, o'z tarbiyasiga ega bo'lgan Adrenalin jamoasining ijodlaridan bahramand bo'lish vaqti keldi. Menimcha, teletomoshabinlarimiz ham, biz ham birgalashib mirqib tomosha qilamiz. Marhamat, Mardu maydon sahnasilarga ketdik. Adrenalin jamoasi o'z sahna ko'rinishlarini boshlaydi. Tasavvur qiling, shahrimiz ko'chalarida avtomobillar uchun maksimal tezlik soatiga atiga 10 km qilib belgilab qo'yilsa, qanday bo'lardi? Aka, taksi kerak emasmi? O'zi shundan ishga kech qoldim. Barchamizga ma'lumki, tibbiyotda fobiya, ya'ni qo'rquv degan tushuncha mavjud. Tasavvur qiling, qorong'ulikdan qo'rqadigan bola ko'mnita strahida. Ey, ahmoq, men faqat qorong'idan qo'rqaman. Tomosha qilamiz, ko'z urishtirish bo'yicha jahon chempioni O'zbekistonga tashrif buyurdi.
Sanmi o'sha zo'ri? Hozir yutib tashlayman-da sani. Oradan 2 soat vaqt o'tdi. Oradan 8 soat vaqt o'tdi. Manikini olib kirib ketlaring, do'konni yopaman. Navbatdagi sahna ko'rinishimiz juda ham gapga usta, hazilkash taksist. Aka Shuhrat, Xurshid tanishgandan xursandman. Sevimli kun dasturi boshlovchisi Samandar Hamroqulov xonadonida mehmon kutishni juda ham yaxshi ko'radi. Marhamat, ko'ramiz. Tak, hozir mehmonlar keladi. Dasturxon tayyormi? Ha. Tayyor, yaxshi. Ovqatlar tayyormi? Tayyor, yaxshi. Choylar damlanganmi? Damlangan, yaxshi. Ding ding. Qo'yaver, xotin eshikda ham o'zim ochaman. Tasavvur qilishga harakat qilib ko'ring, uzog'imizni yaqin qiluvchi avtomobillar tilga kirib qo'shiq kuylasa qanday bo'lardi? Navbatdagi sahna ko'rinishimiz avtomobillar ijrosida kliplar kolleksiyasi. O't olishim sog'indi kimlar? Yurishimni sog'indi kimlar? O't olishim sog'indi kimlar? Yurishimni sog'indi kimlar? Tovuqqa tak qilganlarim bor. Metallonga topshirdi kimlar? Tovuqqa tak qilganlarim bor. Metallonga topshirdi kimlar? Mayli meni minmasaytam, parashokda yuvmasay ham, bir bank benzin quymasay ham, hech bo'lmasa sapchas qilib ol. Hech bo'lmasa sapchas qilib ol. Dalada bug'doy pishganda, paxta terimi kelganda, salarga qo'ying, salarga qo'ying, salarga. Brat? Ha, ya 07. Nega qilar mashinalar mana g'iybatam, chunki ular ko'rolmaydi zo'r kelishga qo'matam. O'ziga yarashadi mana sakat iskalarim, zamonaviy mashinaman 07. Bittaga xafa qildi shu bo'ldimi hurmatim, katta yana to'xtatganda men esa to'xtamadim. Fotoradarlarga yo'qdir mana to'xtadim, zamonaviy mashinaman 07. Deyishadi kaminani 07, hamma bilishadi mana 07, boyga mashinasi mana 07, xaridorim ko'p. Kirani qandoq qilarlar, mana bundoq qilarlar, klientga qandoq yoqarlar, mana bundoq yoqarlar. Klientni kutib bekatda turganda kayni ko'rsa ikkiga urib qocharlar, qo'charlar. Qashqadaryodan, Surxondaryodan odam tashib bo'ldim-ku rasvo. Kecha kunduz yurdim-ku, ba'zan loyda qoldim-ku, metan gazga aldanib, benzinga zor qoldim-ku. Zabarojlar yo'lim qoralar, qora tutunga bormi choralar, pulli bo'lgan barcha jo'ralar.
hayda hayda Captiva hayda Mojdekina Matiz'den ko'ra Kelishab yurjan Captiva hayda Salonga bor pulingni to'la Hayda hayda Captiva hayda Malibu'ning g'ildiragi aylansin aylansin Bugatti-yu Ferrari'lar metallomga joylansin Super sanolingdan akang 14 baloningdan akang Super sanolingdan akang 14 baloningdan akang Tekis yo'lga chiqib olib yuzga chiqishingdan akang E'tiboringiz uchun rahmat. Chiqishimiz so'ngida quvnoqlar va zukkolar ishtirokchilari kuni bilan barcha qivizichi do'stlarimizni va ustozlarimizni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Quvnoqlik va zukkolik sizni hech qachon tark etmasin. E'tiboringizda Toshkent tibbiyot akademiyasining adrenalin jamoasi bo'ldi. Aziz tomoshabin do'stlar, mana sevimli kun dasturimizda hammamizga yaxshi kayfiyat bergan va ko'nglimizni ko'tara olgan ajoyib bir iste'dod egalari Adrenalin jamoasi, QVZ jamoasi bugun studiyamiz mehmoni bo'ldi. Yigitlar, rahmat sizlarga. Ijodiy parvoz va muvaffaqiyat doim hammanglarga yor bo'lishini tilab qolamiz. Kuzatamiz. Ay, молодцы. Ana, gap yo'q. Oq yo'l yigitlar. QVZ. Murodjon aka, Iskandar aka tayyor bo'lib qoldi shekilli ya. Ha, balig'imizni pishgan joyi keldi. 20 daqiqa turdi. 20 daqiqami yo 25 daqiqami? To'g'ri, to'g'ri. 20-25 orasida. Kuzatib tursanglar ham bo'laveradi jarayonga qarab o'tib ketib qolmasligi uchun. Olamiz qani? Mana qo'yamiz. Shu lahzalar, biz kutgan lahzalar. Hid chiqadi bu yoqqa, hidi. Qani olingchi Murodjon, mana shu yerga qo'yaverasiz do'stim. Siz shoshmasangiz ham bu yoqqa chiqadi hozir baribir. Yo'q, men hidini birinchilardan bo'lib hidlab ko'rishga keldim. Bizda oldin, mayli bizda oldin keldi. Bay. Mana shu Birinchi marta ko'rgandek qilsa, lekin biz rostdan birinchi marta ko'ryapmiz. ko'rib turibsizlar, mana qaynab turibdi. Hozir endi buni menga tarelkalarga yordam bersanglar, Ra'noxon pichoq olib bersangiz, kattaroq pichoqni. Bunaqasimi? Kattasini olib bo'ladi. Endi bu baliqni bo'linishida hozir menga Murodjon yana yordam beradi. O'sha uyda tort kesganmiz-ku, yangi yillarda, tug'ilgan kunlarda, xuddi shuni singari o'sha uslubda Ehtiyotkorlik bilan. birinchi o'rtasidan ajratib olamiz. Murodjon, mana shunga o'zingiz yordam bering menga. Juda yaxshi. Xilvirab ketibdi-da, qarang, yumshoqqina. Chaynamasdan yutsak kerak, shunaqasi bo'ladimi? Yamlamasdan ham yutasiz. Shundoq. Mana shundoq. Mana bundoq bo'lib oldik, ko'rdinglar. Ana undan keyin bunaqasiga bo'lib chiqamiz. Xo'p. Suyaklargacha erib ketibdi-ku bu, ha? Suyaklari ham. Ana shundoq tagidan ajratib oling Murodjon, mana tarelka. Mana bu tarelkamiz va yana kesaveramiz. Yana kesaveramiz.
Va yo'q, namcha katta bo'lagini menga beryapsizlar. Yo'q, Sizga atadik. Siz sabr qilganligingiz uchun. O'zimga Sizga aloqadek- so'rab oldim. Ranoxon mana buni olinglarchi. Baliqni eng shirin joyi dumi deyishadi. Qani avvalo qizlar, biz endi o'zimiz qilib yeb yurgan mahsulotlarimiz mana singlimizga olingchi mana shu baliqni aynan go'shtli joyidan ehtiyot bo'lib. Ruxsoraxon, marhamat. Sizga kim biz birga yuramiz deb aytdik. Mayli, Qani tatib Mana ko'ramiz. sizlar beringlar tatib ko'rib. Boshladik Go'shtdan ham unda. olinglar, ustidagi salatadan ham olinglar. Bismillahirrohmanirrohim. Tuzlamaklari joyida bo'lgan deb o'ylayman. Murodjon o'zimiz ham bir ko'raylik. Endi birinchi marta nimanidir tanovul etsangiz, niyat qilasiz, niyat bilan yeymiz. Shifo bo'lsin. Shifo. Qani. Jaman emas? Og'zida erib Yeb ko'rdingizmi? Chaynasham shart emas, shunda erib o'zi og'zingiz. Lekin chaynamasangiz bo'lmaydi, balig'ida qiltanoq bor. Qiltanoqga hushyor bo'lib. Voy mazaliligini. Saryolani ta'mi, Juda ham boshqacha. ta'mi. To'g'risi, aynan shunday baliqni sizga taqdim etgan Abdulaziz ismli ajoyib insonga minnatdorchilik bildiramiz. Mingbuloq. Rostdan ham shunaqangi tanlab, shunaqangi o'zgacha mehr bilan taqdim etibdilar. Qarang, shundoq his Sizni etyapmiz. ham studiyamizda kutib qolamiz. Jo'natgan balig'ingizga katta rahmat. Boshingiz omon bo'lsin. Balig'ingiz xursand bo'ldi lekin. Kimni qo'liga tushgan? Baliq xursand bo'lganligidan baliq o'zi yo'lga raqib keldi. O'zi mashinaga o'tirib keldi. Shuncha daryoda yurgan baliq Perival orqali o'zi keldi tog' oshib. Ko'rdinglarmi qanday? Zo'r. Ta'riflashga til ojiz. Sizni bu qirralingizni bilmagandik. Aytdim-ku, agar san'atkor bo'lmaganimda oshpaz bo'lardim dedim, lekin ko'z tegmasin san'atni tanlaganimdan juda ham xursandman. Ikkalasini birga olib borisham mumkin ekan degan xulosaga keldingizmi? Albatta. Do'stlarim Murodjon bilan birgalikda tayyorlangan baliq taomi hammamizga juda ham ma'qul bo'ldi. Zo'r. Sevimli kun dasturimizni bugungi mehmonlari Iskandar Hamroqulov hamda Murodjon aka Madaminov birgalikda ma'murlari studiyamiz mehmoni bo'lishdi va ko'rsatuvimiz homiylaridan sizlarga atalgan sovg'alarimiz bor. Sovg'alar. Sovg'a bormi? Albatta. Murodjon sizga sovg'a yoqadi bilaman. Va menga ham Endi yoqadi. sizga ham. Bu mengami? Bunisi Voy, sizga. ajoyib sovg'alar. Albatta Zo'r, a? ishlataman bularni, juda ham. Iskandar aka, so'z avvalida men so'ragan edimki, Samandar bilan o'xshashlik taraflaringiz yoki bo'lmasam qandaylar, ular qandaylar, siz qandaysiz deganimda, siz javob berishga harakat qildingiz, lekin ko'rsatuv davomida shaxsan o'zim mana shu savolga javob topdim. Ikkalangizni orangizdagi eng o'xshashlik tarafi shunda ekanki, serhimmat insonsiz siz. Rahmat. Va eng muhimi, mehri daryo insonsiz. Boya aytib o'tdingiz, bizga farqi yo'q qanday inson bo'lishidan qat'iy nazar hammani barobar ko'ramiz deb. Bugun mana shu sevimli kun ijodkorlarni barobar ko'rgan holda mana shu taomni taqdim etish jarayonida biz birgalikda bo'ldik va kuzatdik. Bu taom faqatgina pishirilmadi, bunga shuncha mehr bag'ishlandi va har bir daqiqasi mazmunli o'tdi. Biz mazza qildik. Tashrifingiz uchun rahmat. Sizlarni dunyoga keltirgan onajoningizni umrlari uzoq bo'lsin. Iloho. Ana qanaqa bunaqa sehrli so'zlar bo'ldi. Qanday ta'sirli. Chunki ilhomlandim, rahmat. Zo'r. Rostdan ham ilhomlantiradigan baliq ekan. Tam kayfiyatni ko'tardi. Albatta. Rahmat. Sizlarni ham Samandar o'zimni ukam. Bu men sevimli kun ko'rsatuvini, umuman sevimli kanalni bir tarafiga e'tibor berdimki, samimiy kanal. Hatto buni sevimli emas, samimiy kanal desa ham bo'lar ekan, lekin sevimli o'zi go'zalroq. Men samimiy oxiridagi ikki og'iz gapimki, hech ko'ngillariga kelishmasin. Ha, ukasi o'sha kanalda bo'lgani uchun akasini taklif qildi degan maqsadda emas. Mana qancha vaqtim bo'lmadi bu yerga kelishga. Samimiy taklif bo'ldi, nafaqat Samandar tarafdan, rahbariyat tarafdan ham. Va kelganimizda, kirganimizda, studiyaga kirganimizda ham sizlarning ko'zinglardagi chiroyli bir quvonchlarini, mamnunlikni ko'rdik. Shunchalik kutib olganinglarga rahmat. Taklif qilganinglarga rahmat. Yana taklif qilinglar. Qachonlardir tezroq yana kelib boshqa taomlarni ham xudo xolasa bir qilib beraman. Zo'r bo'ladi. Murodjon aka, kameraga qarab mehr va muhabbat bilan yashang devoring. Mehr va muhabbat bilan yashang. Albatta. Sog' bo'ling, keyingi ko'rsatuvda ko'rishguncha omon bo'linglar. Krem cheez, ishonchli sifat. Oldik, ichdik, yutdik, ichinglar va yutinglar. Super yutuq 3 ta avtomobil. Qudalar sovg'asiga nima berishar ekan? Aisha sochiqlari. Goodwell maishiy texnikasi 10 yil O'zbekiston bozorida.